Beadron allergen toksinlarni yuvib chiqazib tashlaydi. Shamollash, immunitet tushishi hammasida bemalol beadronni sizlarga tavsiya qila olaman, chunki immunitetni mo'shni ko'tarib beradi, energechniy qiladi. Rosa ko'pchilik klientlarim menga просто energiya ko'tarish uchun, immunitet uchun produkt tavsiya qiling deb so'rashadi. Hammasiga обязательно beadron tavsiya qilaman. Beadron bu har doim sizlarga aytaman, uyinglardagi aptechkalar bo'lishi kerak edi. Chaqalog'inglar bo'ladimi, yosh bolachanglar bo'ladimi, umuman dori ukolga ish tushmaydi. Sababi o'zi immunitetni mushni qilib, hozir esa ko'pchilik bolachalarda anaqa yuribdi, virus yuribdi, tomog'i og'rib qolib, boshqa bo'lib, hech qanaqa dori ukol qilib o'tirmasdan beadronni bosib ichiringlar. Mana shuni o'zi bilan bemalol shifosini topa olasizlar. Beadron allergen toksinlarni yuvib chiqazib tashlaydi. Shamollash, immunitet tushishi hammasida bemalol beadronni sizlarga tavsiya qila olaman, chunki immunitetni mo'shni ko'tarib beradi, energechniy qiladi. Rosa ko'pchilik klientlarim menga просто energiya ko'tarish uchun, immunitet uchun produkt tavsiya qiling deb so'rashadi. Hammasiga обязательно beadron tavsiya qilaman. Beadron bu har doim sizlarga aytaman, uyinglardagi aptechkalar bo'lishi kerak edi. Chaqalog'inglar bo'ladimi, yosh bolachanglar bo'ladimi, umuman dori ukolga ish tushmaydi. Sababi o'zi immunitetni mushni qilib, hozir esa ko'pchilik bolachalarda anaqa yuribdi, virus yuribdi, tomog'i og'rib qolib, boshqa bo'lib, hech qanaqa dori ukol qilib o'tirmasdan beadronni bosib ichiringlar. Mana shuni o'zi bilan bemalol shifosini topa olasizlar.